Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimga xush kelibsiz. Mening ismim Iskandar. Bugungi videoda sizlarga qishloq sharoitida zamonaviy molxona qanday quriladi, molni qanday qilib samarali va foydali boqish mumkin, shu haqda o'z tajribam asosida gapirib beraman. Hozirgi kunda ko'pchilik mol boqyapti, lekin to'g'ri sharoitda bo'lmagani uchun foyda kam bo'lyapti. Shuning uchun bu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz, siz ham molingizdan ko'proq foyda olishingiz mumkin. Agar video yoqsa, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keling, endi boshladik. Nima uchun zamonaviy molxona kerak? Ko'pchilik otamizdan qolgan eski molxona yetadi deydi. Lekin hozir zamon o'zgardi. Zamonaviy molxona molni kasallikdan saqlaydi, yemni tejaydi, ishni yengillashtiradi, eng muhimi foydani oshiradi. Masalan, sovuq bo'lsa mol kam ovqat yeydi, issiq bo'lsa bevosita bezovta bo'ladi, nam joyda esa tez kasallanadi. Shuning uchun molxona quruq, yorug' va shamollantiriladigan bo'lishi shart. Molxona qurish joyi va o'lchami. Molxona qurishda eng avvalo joy tanlash muhim. Molxona balandroq joyda bo'lsin, yomg'ir suvi yig'ilmaydigan bo'lsin, uyga juda yaqin ham juda uzoq ham bo'lmasligi kerak. Bitta sigir uchun o'rtacha 6-8 kvadrat metr joy kerak bo'ladi. Agar 5 ta sigir bo'lsa, kamida 35-40 kvadrat metr molxona qilish kerak. Shift balandligi ham muhim. Kamida 3 metr bo'lsa yaxshi, chunki havo yaxshi aylanadi. Molxonaning ichki tuzilishi. Endi ichki tuzilishiga to'xtalsak, zamonaviy molxonada quyidagilar bo'lishi kerak. Mol yotadigan joy, yemxona, suv ichadigan joy, go'ng chiqadigan yo'lak. Mol yotadigan joyga beton ustiga rezina yoki qalin somon sovuq o'tmasligi kerak. Yemxona. Mol bemalol yeya oladigan balandlikda yem to'kilmasligi uchun qiyaroq qilib qilinadi. Suv har doim toza bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa avtomatik suv ichgich bo'lsa juda yaxshi. Molni qanday to'g'ri boqish kerak? Endi eng muhim joyi. Mol boqish. Mol boqishda 3 ta asosiy narsa bor: yem, suv, parvarish. Yem: beda, somon, kepak, aralash yem. Molni kuniga kamida 3 mahal boqish kerak. Ertalab, tushlik va kechqurun suv esa cheksiz bo'lishi kerak. Ya'ni ancha ko'p suv kerak bo'ladi. Suvsiz mol sut ham bermaydi, semirmaydi. Tozalik va kasalliklardan saqlash. Mol boqishda tozalik juda muhim. Molxona har kuni supuriladi, ya'ni tozalanib turishi kerak. Go'ngi vaqtida chiqariladi. Haftasiga kamida 1 marta dezinfeksiya qilinadi. Agar tozalik
bo'lmasa mol kasallanadi, sut kamayadi, hid paydo bo'ladi. Molni vaqti bilan veterinariyaga ko'rsatib turish ham juda muhim. Foyda va hisob-kitob bilan endi gaplashamiz. Masalan, bitta sog'in sigir kuniga o'rtacha 10-15 litr sut beradi. Sut narxi deylik 10 ming so'm, kuniga taxminan 60-80 ming so'm va 100 ming so'mgacha tushum bo'ladi. Yem-xashakni ayirganda ham baribir foyda qoladi. Agar sharoit yaxshi bo'lsa, tez semiradi, sut ham ko'payadi, kam kasallanadi, foyda yanada ko'payadi. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy molxona qadim zamonlardagi kabi oddiy yerda turadigan molxonalardan ancha sifatliroq va foydaliroq. Zamonaviy molxona qilish shart. Molni to'g'ri boqish kerak. Tozalik va parvarish birinchi o'rinda. Agar siz ham qishloqda bo'lsangiz va mol boqib foyda ko'rmoqchi bo'lsangiz, shu aytganlarimni albatta sinab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Fikrlaringizni kommentariyalarda yozing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda yana foydali mavzularda gaplashamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.